Bu kvartiramizni remontiga pulni ayamagan desam agar adashmagan bo'laman. Hozir kvartiramizni qisqacha obzorlaymiz. 3 xonali bo'lyapti. Bu tomonda bizlarda mehmonxona bo'lyapti. Myatga zona qilingan, televizion, konditsioner o'rnatilgan. Bu yerda stol, suv, kachestini bo'lyapti va mana bu tomonda bizlarda kuxnya qismi bo'lyapti. Plus balkon ham bor. Oshxonada ham hamma kerakli mebel jihozlar o'rnatilgan. Mana shunaqa kachestini eshiklar o'rnatilgan. Bu yerda esa bizlarda asosiy kirib kelishimiz eshigi, domofonlar o'rnatilgan. Mana bu yerda bizlarda prixoja mebel bo'lyapti. Ana endi boshqa xonasini ko'ramiz. Mana bu yerda bizlarda bolalar yotoqxonasi bo'lyapti. Bolalar yotoqxonasi ham juda ham chiroyli remont qilingan. Kravay, shifonerlar o'rnatilgan do'stlar. Kvartiramizning kvadrati 18 kvadrat bo'lyapti. Elit nomda joylashgan. Choy fabrika tomoni bo'lyapti. Pavorotda. Bu yer bizlarda kattalar yotoqxonasidan kravay, tumbochka, shifoner, terimok, konditsionerlar o'rnatilgan. Do'stlar, kvartiramiz 3-qavatda. Kvadrati uchun $1450 so'rayaptilar. Yana savdosi bor. Kommentariyada yozib qoldiringlar, remontiga arziydimi yo'qmi? Kvartiramizning qo'shimcha ma'lumoti pastda opsiyada bo'ladi. Videoni tanishlarga ko'rib qo'yish esdan chiqmasin. Ko'rishguncha